Falakat, megabaytim tugadi. Soat aka, Wi-Fi buzishni o'rgating. Mayli bratishka, faqat bir marta ko'rsataman. Wi-Fi buzishni turli usullari mavjud. Bulardan eng mashhuri handshake usuli, ya'ni qo'l siqishib ko'rish usuli. Nimaga bunaqa ekanligini ham tushuntirib beraman. Wi-Fi foydalanuvchisini Wi-Fi dan uzamiz va u yana qayta bog'lanishga harakat qilganda router bilan qo'l siqishib ko'rish kerak. Ya'ni pasportini tasdiqlash kerak. Ayni shu vaqtda parolni muhrlaymiz va millionlab parollar bilan solishtirib ko'ramiz. Buzishni o'rgandim. Endi Wi-Fi topsam bo'ldi. To'xta, bratishka. Agar paroling ro'yxatda bo'lmasa, Wi-Fi ni buza olmaysan. Xohlasang, yana bitta usul bor. Evil Twin degan. Foydalanuvchini Wi-Fi dan uzamiz, xuddi shu nomda yana bitta Wi-Fi tarqatamiz va bog'lanishga majburlaymiz. Va internetdan foydalanish uchun parolni kiritishi kerakligi haqida oyna chiqaramiz. Va foydalanuvchi parolni kiritganda, uni qo'lga kiritamiz. Bu ancha yaxshi va tajribadan o'tgan usul. Evi, kompyuterim yo'q-ku. Qanday buzaman? San ishonaver, bu usulni o'zim sinab ko'rganman. Agar hech kimga aytmayman desang, mana bu soatni ham Wi-Fi buzadi. Men Rolex taqsam, qanaqa qilib buzaman? Buni senga keyinroq o'rgataman. Soatni kommentda bitta ham like yig'magan odamga beraman.